Assalomu alaykum aziz obunachilar. Assalomu alaykum aziz bizning kuzatuvchilarimiz. Kechagi video roligimizdan so'ng bemorning ahvoli qanday deb so'rashgan. Marhamat tomosha qiling, bemorning ahvoli qandayligi haqida bemor o'zi aytib beradi. Mana ketdik. Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilar. Sizlarga kechagi bo'lgan zaharli buqoqdan keyingi operatsiyadan keyingi bemorning ahvolini ko'rsatmoqchi edik. Mana bugun shu bemor yonimizda turibdi. Abdulaziz, ahvollaringiz qanday? Operatsiya siz o'ylagandaqa og'ir ekanmi, qiyin ekanmi, qiynaldingizmi? Qanaqa tushunchalar bor edi oldin operatsiya haqida? Operatsiya oldin qo'rquvoncha bor edi. Qo'rqib turdim, qanaqa ta'lim. Ana kecha shu 11larda kirgan bo'lsa, obeddan keyin 2ga chiqdim yaxshi. Hozir orada yuribman. Yaxshimi? Muhtojlik yo'q, yaxshiman. Bundan qo'rqmaslik kerak ekan. Yo'q, Qo'rqib, vaqt o'tkazib kerak yo'q ekanmi? kerak yo'q. Sal yengillatdi, nafaslaringiz ochildimi? Ancha ochdim, yaxshiman. Yaxshi, zo'r. Ancha bildirdi. Sizlarda ham bo'lsa, kelib davolaning vaqt. Mana hurmatli bizning kuzatuvchilar, bu zaharli buqo bilan ko'pchilik noto'g'ri tushunchalar bo'lib, qo'rqib, juda ko'p vaqt o'tkazib, juda ko'p orqaga qaytmaydigan asoratlar paydo bo'lgandan keyin operatsiyaga murojaat qiladi. Bundan hech ham qo'rqmaslik kerak. Mana isbotimiz, kecha operatsiya bo'lgan bemor ertalabdan beri yuribdi, birov qarab ham yotgani yo'q, bemalol o'ziga o'zi xizmat qilyapti. Shunga o'xshagan muammolaring bo'lsa, bemalol bizning klinikaga murojaat qilishlari mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, sog'lig'ingiz pulga topilmaydigan aziz ne'matdir. Uni vaqtida qadrlang va o'zingizning salomatligingiz haqida ko'proq qayg'uring. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan qiziq ma'lumotlar hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.